Qodirov, tabriklayman. Nima bo'ldi? O'g'il. O'g'il. Yes. O'g'limni marketolog qilaman. Nima bo'ldi? Tushib ketdimi? Ha, tushib ketib qoldi. Tashlaysan. Savdo juda ham past. Hamma umid o'sha marketologda. Ko'ryapsiz, odam yo'q, bankrotdamiz, nimadir qilib bermasangiz bo'lmaydi. Bu yerda isrofgarchilik to'layotibdi. Men hammasini iziga tushirib, savdoyingizni oshirib beraman. Aniqmi? Ana, menga ishoning. Xaridorlar kim bor? Marketda ishlayman. Nima bu? Aralashmang. O'zi ikki siq shashli aytgan, mana ikki siq shashli berdim. Men marketologman, men ishimga aralashmang. Boring. Bo'lsa o'zi ishlang. Aka, gapingizga javob bera olasizmi? Men mujikmisiz mana. Ikki siq shashli degansiz, to'g'rimi? Men shu so'ragandim. Kim qo'ydi? Qo'ying, deydi. Siz nima qilyapman emas. Marketolog ishiga aralashmang, bo'ldi. Qarang, salatchilar, bodring, pomidor to'rg'igani vaqt ketadimi? Va o'sha vaqt tejab qolyapman. Qarabsizki, bir kunda 15 soat ishlatsa, 14 soat vaqt tejalyapti. A 1 soat ishi. Qolgan 1 soatida obed qilishadi. Bo'ladigan narsami o'zi? Zo'r, menga ishoning. Siz ham yeyvering, ishlab o'zingizdan kimnidir yasamasdan. Marketing o'ylab topganman, endi kelgan har bitta muncha sovg'a bilan qaytadi. Xo'sh, sizda nima ekan? Lalaku. Yo'q, lalaku chiqmas. Siz tillo soat yutib oldingiz mana. Tillo soat. Xo'sh, sizda nima ekan? Qarang. Lalaku? Yo, sizga ham lalaku chiqmas. Siz televizor yutib olasiz. Televizor beringlar. Endi lalaku bor, nimaga lalaku bermayapsiz? Yo, lalakuni o'zim olib ketaman, niyat qilib qo'ydim deb. Aslida bu zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Yumshoq bolaga botmaydi. Shuni men olib ketdim. Bu ham marketingmi? Yo, uyda tagli tuga qolibdi. Yo'q, bunchadan qattiq topdi-ne? Qanaqa berishni bu natijaga? Endi marketing o'zining sirlari aytmayman. Aytchi. Qarang, sizlarda bir porsiya osh 40 ming so'm. Da. Hisoblab chiqdim, juda ham qimmat. O'shani 3700 so'm qilib qo'ydim, bo'ldi. Sen jinnimisan sen? Sen men bankrot qilasan. Sen menga foyda olib kelaman degansan. Yo, adashtirmang. Men sizga savdoda ko'tarib beraman deganman. Eslang. Hammasini iziga tushirib, savdoyingizni oshirib beraman deyapman. Eshityapsiz? Savdo, boshqa boy qilib yuboraman demayapman. Rost savdoda oshiraman deyapman. Ana, ko'rdingizmi?